So'zimizning oxirida Shayx ibn Boz rahimahullohning so'zlari bilan tugatmoqchiman. Inson hidoyatda bo'lib, ba'zilarini ko'rasiz, namozga berilgan, ilmga berilgan, shu to'g'ri yo'lda yurgan bo'lib, birdaniga qarasangiz, umuman bu yo'ldan chiqib ketib qoladi. To'g'ri yo'ldan chiqib ketib qoladi. Namozni ham tashlaydi, ro'za ham tutmay qo'yadi. Oldin halol haromga e'tibor beradigan bo'lsa, halol haromga e'tibor bermaydigan bo'lib qoladi. Mana shu to'g'ri yo'lda ketayotgan odamni to'g'ri yo'ldan chiqib ketishiga asosiy sabab nima? Shu savolni Shayx ibn Boz rahimahullohga berishgan ekan. Shayx ibn Bozga shu savolni berishgan ekan. Ba'zilar hidoyatda bo'ladi, to'g'ri yo'lda yurgan bo'lib, birdaniga umuman tamoman o'zgarib ketib qoladi, 180% o'zgarib ketib qoladi. Buning sababi nima deyilganda, ikkita narsani bir bo'lishi mumkin deydi. Birinchisi, Allohning bergan hidoyatiga bu kishi shukr qilmagan deydi. Yo adashgan biron bir kimsani ustidan kulgan bu deydi. Shu ikkita narsa sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni xuddi suv ichganingizda, taom yeganingizda alhamdulillah degandek, Alloh hidoyat qilib qo'yganiga hamd aytishingiz kerak. Alloh hidoyat qilibdi, alhamdulillah deng. Mana bu shukr qilmaslik gohida sabab bo'ladi inson bu yo'ldan chiqib ketib qolishiga. Ikkinchi sababi deydi, birovning ustidan kulgan bo'lishi mumkin, shu adashganligidan. Ba'zilarni ko'rasiz, shu fosiq yoki bid'atchi yoki boshqa bo'lsa, ustidan kulib boshqa qilib o'tiradi. Mana bu xato. U qilgan ishiga o'zi javob beradi. Uni ustidan kulganingizga siz javob berasiz. O'shani adashtirgan zot, shuni adashtirgan zot sizni ham adashtirib qo'yishga qodir. Sizga hidoyatni berdi, u Alloh, unga adashtirib qo'ygan, u ham Alloh. Xohlasa sizni adashtirib unga hidoyat berib qo'yishi mumkin. Birovning ustidan kulmaslik kerak. To'g'ri, gunoh qilayotgan odamni yoki o'sha fosiq bo'lgan odamni va hokazo biz Alloh uchun yomon ko'radigan jihatimiz bor, shariatga zid amal qilayotganligi uchun. U tomoni ham bor. Lekin ikkinchi tomonidan ichimiz achish kerakki, o'sha narsa ya'ni to'g'ri yo'ldan chiqib ketib qolyapti, bu halokatga qarab ketyapti. Uni qanday qilib to'g'ri yo'lga olib kirsak bo'ladi degan g'amda bo'lish kerak mo'min kishi. Ammo uni ustidan kulib o'tirib, insonni o'zi ham Alloh saqlasin to'g'ri yo'ldan chiqib ketishga sabab bo'lib qolishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana bu sirotul mustaqimda sobit turishga nasib qilgan bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.